Assalomu alaykum. Biz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan yoshlar oromgohidamiz. Kutmagandim bunaqa darajada sharoit bo'lishini. Keyin turli xil o'yinlar talabalarni shunchalik darajada qiziqtiryaptiki, talaba shu narsaga berilib ketyapti, qatnashyapti, o'zini mahoratlarini ko'rsatyapti. Biz bu yerda g'oya deyilyapti, faqatgina g'oyani qolib ketish kerak emas, o'sha g'oyani amalga oshirishimiz kerak. Men uchun to'g'risini aytsam, bu shaxsan syurpriz, o'ta qiziqarli. Shu 5 ta ta'lim muassasalaridagi qizlar bilan do'stlashdim. Ular bilan fikr, tajribalarni almashdim. Bundan juda ham mamnunman. Bu tashkilotga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Ana shu akademiya, universitet, institutdagi talabalarni umumlashtirgan holda jamoalarga bo'lib o'quvlarni tashkil qildik. Bu ham bo'lsa ularning orasida o'zaro hurmat, do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz yoshlar yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz. O'zbekiston Respublikasiga